Assalomu alaykum. Juda ham ko'pchilik mendan yuzingizga nima o'xit qilasiz deb so'rashadi. Keling, bugun o'xitlarimni ketma-ketligini siz bilan bo'lishaman. Tayyormisiz? Yaqinroq keling. Demak, har doim esingizda bo'lsin, o'xit birinchi bo'lib yuzni yaxshilab tozalab olishdan boshlanadi. Bu menda gidrofiloviy masla, именно shu brendga ehtiyot bo'ling. Buni falshifkalari ham juda ham ko'p. Qo'lingizga ozgina tomizasiz va ko'pirtirgan holatda sekin massaj qilib yuzingizni makiyajdan tozalab olasiz. Undan keyin burun atrofiga qora tochkalar yig'ilmasligi uchun men enzim pudradan foydalanaman. Именно shu brendnikini. Bilasizmi, men juda ham tavsiya qilaman. Shunaqangi tarkibi zo'r, yuzingizga zarar ham yetkazmaydi va tozalab beradi. Mana qarang, men hali yuzimga o'xit surmaganman, lekin o'sha burunlarim yaltiryapti. Ozgina qo'lingizga chiqarasiz, ozgina suv tedirib ko'pirtirasizda, yuzingizga yengil massaj qilib, qora tochkalardan xalos qilasiz. Eslab qoldingiz-a? Yuz tozalab olganimizdan keyin, ana undan keyin men retinolga o'taman. Retinolni surayotganimda ko'p tomchidan emas, kam-kamdan olib, butun yuzimga yengil surib chiqaman. Bilasizmi? Buni ham falshifkasi juda ham ko'p. Keyingi videolarimda qanaqa qilib ajratish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Surayotganingizda xuddi nina tiqayotgandek неприятное ощущение bo'ladi. Bu bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Mana sразу yuz qizarishi boshlaydi. Bu degani yuzingizni prям 7 qavat qismida qon aylanishi yaxshilab beradi va ko'z ostidagi mimik ajinlarni yo'qotishga, yuzdagi dog'i rangini o'chirishga, shu bilan birga ko'zingizni relyefini to'g'irlab beradi. Erta qarishni oldini olib beradi. Yana shuni aytmoqchiman, yuzimda hech qanaqa botokslar yo'q. Men botoks qilmaganman va именно shu botoksga ishim tushmasligi uchun ham oldini olish tarafdoriman. Ana undan keyin xuddi shu brendni retinalidan foydalanaman. Ya'ni bu kompleksda ishlaydi-da, bir-birini to'ldiradi. Buni qo'yayotganingizda juda ham e'tiborli va ehtiyot bo'lasiz. Esingizda bo'lsin, homilador va emizikli onalarga umuman mumkin emas. Bu qonga so'riladigan darajada kuchli dori. Ana endi ko'zimni tagidagi muammolarga точечно qo'yaman. Nasogubkaga qo'yaman. Qatta sizda muammo bo'lsa, o'sha yerga qo'yasiz. Agar singan ajinlaringiz bo'lsa, uni ustiga qo'yib borasiz. Endi boshlayotganingizda bunaqa ko'p qo'ymaysiz. Chunki yuzingizni kuydirib qo'yishingiz mumkin. Sekin-sekin bu nuqtalarni ko'paytirasiz. Bularni yoyib chiqaman. Buni yoyayotganimda ham ninalarni sanchilayotganini his qilasiz. Ko'zingizga kirib ketishidan ehtiyot bo'ling. Bu teringizni chuqur namlantiradi va lifting effekt beradi. Ya'ni erta qarishni profilaktikasi bu. Yuzingizga ajin tushmasligi uchun oldini olasiz. Ajin tushgan bo'lsa ham, ajinni ketkazishda yordam beradigan yagona narsa hisoblanadi. Retinol. Esingizda bo'lsin, tarkibi niacinamid ham bo'ladi. Buni ko'p surib olsangiz, aksincha yuzingizni quritib yuborishi mumkin. Shuning uchun sekin-sekin dozani oshirishingiz kerak bo'ladi. 10 minut o'tgandan keyin, ya'ni yuzingizni yaxshilab buni shimib olgandan keyin, men sevimli brendim, Elsari brendini kechki suradigan kremidan surib yuzimni yoffolaman. Bu двойной namlantiradi. Har teganingizda xuddi nini tiqayotgandek yorib beradi. Bu shunaqa bo'lishi kerak. Yuzimga o'xit qilib bo'lganimdan keyin sizga ko'rayotdimi yo'q bilmayman, yaltilayotgani sochimga именно mana shu yog'dan suraman. Bu rozmarinning yog'i. To'kilishlarni va sekin o'sayotgan sochlarni, ya'ni kuchsiz sochlarni oziqlantirib, o'stirib, yaltilatib beradi. Bu yog' kechqurun surasiz va ertalab yuvib tashlasangiz bo'ladi yoki 2-3 soatdan keyin yuvib tashlasangiz bo'ladi. Mana shunaqa surasizda, keyin yengil massaj qilasiz. Va albatta, kipriklarimizni ham esimizdan chiqarmagan holatda sevurtga suramiz, o'stiruvchi. Men narashka qilganim uchun kipriklarim to'kilgan. O'zi yosh o'tgan sari kollagen kamayib ketadi organizmda. Vitamin tanqisligi tufayli qoshlarimiz, kipriklarimiz to'kilishni boshlaydi. Ana shuni bu tiklab beradi. Tarkibida har xil vitaminlar bor. Va yana shuni aytib o'tmoqchiman, kuz-qish oylarida D vitaminini ichishni unutmang. Avval analiz topshirasiz va shunga qarab sizga vrach dozировкасini yozib beradi. Ana shunaqa qilib, men har kungi o'xitlarimni tugatib olaman. Esingizda bo'lsin, o'zingizga e'tibor bermasangiz, yuzingizga ajinlar va dog'lar tushgandan keyin kosmetolog, vrach, dermatologlarga borishingizga va juda ham katta summa to'lashingizga to'g'ri. Bugungi video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursand bo'laman va direktdan har bir savollaringizni va yana nimalar haqida gapirib berishimni xohlashingizni yozing. Siz bilan yana ko'rishamiz.